Bir zamonlar bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshoh bo'lgan ekan. Kunlarning birida u barcha rassomlarni chaqirtirib, o'z suratini, jismoniy nuqsonlarini yashirgan holda chizishni buyuribdi. Lekin rassomlarning birortasi bunga rozi bo'lmabdi. Ular o'zaro bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshohni sog'lom ko'z va oyoqli qilib tasvirlash yolg'on manzara bo'ladi. Biz bunday ishga qo'l urmaymiz, deyishibdi va har xil bahonalar bilan shohga o'z uzrlarini izhor qilibdi. Ammo bir rassom bunga rozi bo'lib, barcha musavvirlarni hayratga solibdi. Haqiqatdan u podshohning nuqsonsiz rasmini juda ham chiroyli tasvirlabdi. Suratda podshoh ov miltig'ini ushlab, kiyikni nishonga olayotgan holatda edi. Bunday chog'da tabiiyki, ovchi bir ko'zini yumib olgan hamda bir oyog'ini bukib yerga tayanib turgan bo'ladi. Mahoratli rassom suratda podshohning g'ilay ko'zi va cho'loq oyog'ini shunday holatda yashira oldi. Boshqa hamkasblari uning mahorati va ziyrakligi oldida bosh egdi va tasannolar aytdi. Chunki u odamlarni ayblov ko'zi bilan emas, balki ijobiy ko'z bilan qarab, uni benuqson suratda tasvirlay olgan edi.